da bir yataklar battı ya. Ben ocakta Ürümçi doğan ki uyum fakat yatak yatkızmayı tutuyor dedem apam. Yol. Tordaşlar, şundaqla öz arzusu üçün tinimsiz ızınıvatqan iradalik yaşlar. Körüvatqınыңlar Nazım Qız tajdarlıqıdaki Tordaşlar çoğun sehnis programısı. Güzellikni suyuduğan, güzellikki iltirildiğen barlıq dostlarımızdan aldığın talışı yanıla Nazım Qız yürüşlük gırım boyumları. Tordaşlar çoğun sehnis programımız hemimizдің sehnisi. Hello balalar. Bir yakınlıq naqşı bilan unuğa tankash qilingan mo'ngluq bir kuy miskin ko'ngillarga shodlik bag'ishlaydi. Biz 143 muzika atirdi. Bizning bir yerga kelishimizmi muzikaga bo'lgan qiziqishimizdan bo'lgan. Biz do'yindek bir yaxshi sahnadan foydalanib, naqshi muzikamiz bilan ko'plagan turmushda azar yegan, sovugan ko'ngillarga kichkina bo'lsa-mu xushallik sundik. Biz buningdan o'zimizni intayin baxtli his qilamiz. Bu sahnada biz ko'pchilikka va turdashlarga mo'ngluq naqshimiz bilan oddiy hikoyamizni taqdim qilmoqchi. Turdashlar uchun sahnasi hammamizning sahnasi. Sen yödü şundaqmı? Doğru. Bil oldu məsələnin materiallarını xili to'liq egalladim desem buludu. Bizning şu tor dünyasida ravruz alqışqa erishgan ikkilar yana bularninki yödüsün ismi Yavsiz sen ay 143. 143 ay rahmat ha. Yavsiz sen 143 deymiz-ku. Nimişqa bu 143 deb qo'yishni o'ylab qoldinglar? Azhar?
Çünkü şu ikimiz bir yatakta yatımız. Aşı yatakның ismi hem şu biz Şinjan Sen Şöyen'de okuyumuz ama doktor riyaset kesip okuyum ben, aktörlük okuyum ben. Ondan biz hemmeyle bir yatakta. Zulup karışkımız bunu bir teşkağına da koyumuz hazır gepler. Tağның aldıdaki dostlar deymiz bu. Zuluplardan başka yine bir tötümüz var. Muş hemmemiz şunda yakın ötken hemmemiz müzik oynayıp, nakş etip, qıgan ondan ahiri hemmimiz büttürüp, üzünün emdeyliqi xizmetlerge, menasiga aldıraş bop ketdi. Ondan ben tek tutpirtemdim. Ya siz sen deyamdınız yatağınlarının numuru mu? Doğru. Ay biz okan vaqtlarda Arling Arda bir yataklar batdı ya. Ben ocaqda Ürümçi doğanki uyum faqat yatak yatqızmayı tutuyor dadam apam yalvırıp yetib ketetdim. Ve köngülük vaqtlar hazır oylusam burası Ali mektep vaqtı yana bir qaytqıl bolğan bolsa dep ketetdim de. Hazır bu yavsiz sen yödüydü işkinların barmı yoki ayen tötünlar altınlar barmı ya? A töt dostunu qo'shamdi qo'shmamdi. İkimiz lan ba. Ay bol chiqirib aytaylik tötün hamsa. Chiqirib aytib sizin kirsiniz ikimiz tanga aytib. Ben oturda esam. Deymiz men yaxshi ko'radigan kasbni birga qildigan kishilar mana mushundaq birga yursa albatta kunlari xushal o'tadi. Undan boshqa kasbdimi xili natijalar qilib bo'ldi. Hozirgacha chiqargan asringlar qanchalik doyingdamdik. Zo'ping. Bir 200 nechiga borami? Seninki bilan menikini qo'shganda 500 dan oshamikin. 500. Shu ikkimiznikini qo'shganda bu bayga zo'ping zo'yu. Oyu. Eng alqishga erishgan naqshlarlar qaysi? Muş hazır etkinim alqışqı bəkirək erişib qılamki deyəm şəkildə taqdim etdim. Onundan burun qılırım alqışqa erişkən bu texim erişəmikin nəpə? Bizning birinci naqşa hesabda 143 muzika tərtinin. Onun aldıda şu biz ikimiz qızqımız faqat andan şumda üngəb, doyunğa çıxırıb bir qıb baqqan, oylamagan yerdən həmədən bir yoxdurub, bizə bir laqam qo'yib qo'ydi edi. Xeyli pərdining oldida aytimiz go biz. Bizni cho'nglayandan xaydab qo'yib. Oy, cho'nglayandan xara. Özümüzning naqshlari yo'q, uning oldida hamma ustozlarning, naqshchilarning naqshlarini aytib. Özləşdirdi sizlərdə, ha. Shundoq qilib shu hamma naqshlar mushqib qilib alqishga erishgan. Pardanglarning rangida o'zgarish bo'yotamdi. Hozir uni qimmatimiz achon. Biz hozir eliqi talab va taqdimdamdi. Masalan eliqi mushu ayrılıb ketadigan muhabbetler, jürməkçi olan muhabbetler bizni izlese. Toy qilmoqchi bo'lganlar. Endi eliqi zulubqar naqsh etdi, məriyasətçilik qilib, mənim bir telefonda urub berimiz. Endi aşını zo'ping chiqaryapmiz. Oy, bu bir yenilikkan, ajab yaxshi. Yangi tuyg'ular bo'lsa, nimga yaxshi zulubqar riyosatchilikni bo'ldimi endi? Yo'q. Undan so'ng program ishimiz birga riyosatchilik qilamdik bundan keyin. Qilanda? Ha, tirishaylik, ha? Zulubqar balkim naqshini chiqaraq etdi. Men aktyorlikda o'qiganim bilan o'zim riyosatchilik shunday qiziqib, maktab kirgandim. Bo'ldi, men qilay desimiz. Yo'q, siz bilan qilmayman, 174 ishlayman. Mening o'digan mening arzu armanim shu ekran qo'ydi. Shu butun boshliqlarim ko'rib qolsa demoqchiman. Ya shu 174 barliqmish Akash, Achash, ustozlarimga rahmat. Nachilan yoqi shu voy jinim ukamda hamma narsalarni qo'yganlarga rahmat sizlarga. Yaxshi jinim ukam. Cho'qim endi ustozlarimizni unutib qolmasligimiz kerak, minnatdorlikni unutib qolmasligimiz kerak. Asli maqsadni unutmasligimiz kerak. Qani ustozlar mana bizning 143 yo'siz sen yödüy. Zo'xa bir yangicha tuyg'ular ve qarab mening bolam kim shuna bo'lib ketdi deb o'ylab ketdim. Ay boshlanishdilar da kelib hijarab yoqdi bezga. Hamda shu sizlar do'yinda farzand qatamsizlar? Ha, do'yindilar. Do'yin bo'lsa, yana tuyg'on. Luliang juan, bog'on juan dar jibo qilsanglar, rinchi damdo yamdaq finsi jan finsi jihatdan tang men qilish beray. Rahmat. Tang tirishaylik demakchi. Yaxshi. Dilshatka. Bu Zulfqar Azhar. Ben bunun İngilizce nüshasını alğanda qildim. Sizin ovozungiz tuvanki. O deyin chiqilgan ovoz bu. Bu kimning Zulfqarning biroz yo'qroq. Bayatınqı naqsh o'rlashga arliqda bir ishga kiramidan. Sal jiddiyleşib. Jiddiyleşish var. Bu vallahi texi maktabdagi vallahi o'xshaydi. Endi texi ya. Azroq jiddiyleşish var. Ikkinchidan endi Zulfqarning ovozida men bundaqchi. Bani badaymiz qarab. Biz vaqtda qiyvatdi shu. Ovozda simatdi. Ishqinglar 500-nji naqsh etibsizlar. Men bir ömür naqsh etibdi 50 ko'maydi naqsh.
Sizler bu kişiye koyganlar çıkırdık. Bizning parchasi doying taqatgan 15 sekund, 20 sekundlik joy, avjisini aytib. 短视频作品吧，我那个抖音的给嘛了。 Demek şu an ben şu bunu dinkin. Eğer yeni devamlı bu nakş etiş kesmini şugullanma dedikensizler, bu şu avaz çıkarışta. El qanday uslub bo'lsin? Amma uslub bo'lamdi ya milliychi bo'lamdi, xalq naqsh uslubida yoki boshqa tunsu meşhur bo'lam. Ish qilib qanday yaxshi ko'rsanglar, shu ovoz ilmidan azroq ilm olsanglar, ovoz qaydigan, jonsiz chiqadigan, roksiz chiqadigan ahvoldan xoli bo'lsizlar. Ovoz ilmidan ilm olsanglar, ovozinglar jonliq chiqadi, aytgan naqshinglar tetik chiqadi, o'zinglarning san qiyofatinglarmi jonliq turdi. Bu ilm bo'lmasa, biraz qurg'oq bilan chiqib qoladi ovoz. Shuning uchun bundan keyin sizlar yashkansizlar, o'sha ovoz ilmi tarafdan yana izlansanglar, ishqinglar texmi boshqa uslub naqsh etishlarni hamkorlashib, texmi yaxshi naqshlarni o'rlashinglarni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Mushu yo'duy shakldagi mushtaq naqsh etganlarga men bek bir xil havas qilman. Yolg'iz naqsh bek jiddiylik kutishkadam naqsh esa yaxshimkin deyman, chanmaydigan uchu. Men o faqat naqsh etamayman, agar bundan keyin bo'lib qolsa men sizlarninkiga qo'shilib Belli esaq buldu. Abi akord dedi, akord men chiqirmasam buldu bo'lmasa. Akord chiqib tasomay qalsa, ham yordamlasam buldu. Xasiyatida qandayroq yo'qsa sen yo'dik. Qandaq tuyg'ularni badi. Şunda güzel duygu ben. Aldı bilen ben hazırki yaşlarımızdan çok da inaklık, ittifaklık, birleşeleydiğen roydum bek tesirlendim. Hemkarlık ha? Hemkarlık. Abay dediniz, muhabbetin ayrılıp ketken ya ki muhabbetleşmekçi boğalı bizge telefon urdu, biz şulağa karta. Bu bek yaxşı iş. Şunun için quruq qalsanlı bo'lmaydi. Demak, sizlar haqni qoyil qilgandan azroq hamda mush sohadagi bilimga azroq bilim bilan o'zingizni to'liqlab olsanglar, kamiyalaringni, amanda pichaklam aytmaysizlar. Eysanglarmi? Hey, ilk naqshan balkim sizlarga do'yinda bukun kuni taqatgan marshipingdagi 15 sekundlik yana bekchiroq aytib, ash naqshning to'liq nusxasini aytib bersangiz, men bilmaydim desangiz, undan ikkinchi do'yin ochmasanglar bo'ldi. Şonlaşqa şu Dilşatkam degandek, endi mush yo'lga mengib sizlar bek yaxshi bo'pti. Hamkorligingizga ko'z tegmasin. Davomli tirishinglar. Rahmat. To'g'ri, endi bizning programmamizga qatnashganlar mayra nimdaydi desanglar, biz bu sahna bek chiqnanslarga erishdik deb. Chunki özümüzge aynak populanmaydı ekanmiz şu. Çoxum muştaq ustozlarning taklif fikirlaridan keyin biz texmo mukammallaştirganmiz, texmo taraqqiy qildik ekanmiz. Şoň men bu sahnada riyosatchilik qilish jarayonida amaliyotda sizlarga taklif fikir beryotdi deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin, lekin bu taklif fikirlar menga qartilganda kes qildik ekanmiz. Chunki biz menga cho'ng populanmaydi ekanmiz, kunda o'sib yetildik ekanmiz. Emasmi, hamda hamkorlik to'g'riliq so'zlashdik. Sizlarning hamkorliginglardan bek suyundik. Bu hamkorlik sizlardan emas, do'stlardan emas, mana er ayollardan ba. Nasirjon bilan Aynur ikisi o'zining mehr muhabbati orqali, hamkorlik orqali, tirishchanlik orqali Nazim qiz xalqaro savdo shirkatidan iborat bu katta shirkatni qurib, bizning Abnum rayonimizga har millat do'stlarimizga go'zallik ato qildi. Balkim sizlarmi bularning hamkorligidan suyunayotgan bo'lishinglar mumkin. Nasirjon shundaqmi? To'g'ri deysiz-da. Bosgan har bir qadamimiz amaliyot hamkorlikda aylanmaydi. Naqshanglarni shunday yaxshi ko'rdim. Huzurbagidek aytdinglar, hamkorliklarning bundan keyin texnik haqiqiy rolini to'liq joriy qildirishni umid qilaman. Ustoz tanlash bosqichiga qadam qo'ydik. Endi mana ustozlar o'tiribdi. Naqshi guruhiga kirmoqchi bo'lsanglar, Dilshatkam bilan lavhin tanlasanglar bo'ladi. Lekin bular talamamdı bilmeyimizde. Endi hozir boya dedinglar, aktyorlikni mügünüp sizlar, riyosatchilikni mügünüp sizlar. Agar bu jihatda yanımı biri bilimlerge erişmekçi bolsanlar xasiyetinden bilen alqamni tanlasanglar bo'ldi. Endi usul bilan Jibodayxonni hozir tanlamaysizlar balkim. Hozircha. Unda bo'lsa tanlashinglarni anglay. Zulfar Azhar shikinlar bir maslahatlashib filinglar. Kim gap bo'ldi zodi? Ikkimiz kim gap qilsak o'xshash. Sen gaplar cho'ng'ilgan. Ben şu özümü bilime endi şu ilaqi bayatın sel ciddilişip şu olasal köp çıkıp ketdi şu. Lekin şu mening özümning o'yida men şu Dilshat Raydin akash ustozni tanlamoqchi ya. Lekin Azarning bir o'zining o'ylashi olsa deb baqsa bir ya ishqinlab
bir grupun Ben tanlaysızlar. desem şu Dilşat Raydın. Ya bu şu açamanda iş. Bu zuluplar işkimizden oy közüm. Ben belki yaxşı görmemişler ıhtılaplar peyda bolsa. Bu şu zuluplar işkimiz sen ben değişmeyimiz. Ma zuluplar nemdis akıdım mağne. Bu zuluplar qanday qarar qilsa hamda Dilshod ma'lum bizni yoritib, uyutib qo'ysa amma lekin nochi bir ishlab bo'ladi lekin shu qanday bo'lar. Ben hazır ciddileşiyordum ben yemiş hadisalar hem de rastı işimiz gerek bayam nakşet içeriyanda hem de az dola severlikler körülüp kaldı demez mi? Hem de ustaz lavhu işkisi bilen işkisi kanda kararını çıkardı bunu bilmeyimiz. Ya ki hem de bugün severlik çıkargan bilen Dilshod ustazdınki terbiyeliştiğin keyin kıtımlıkta tekmu mükemmelleşemdi Yaki'nin kendini demeyci buldu. Değiştim korkayım Yaki'nin kendini. Şıkınla bir meseleşiyor Allah. Hem de sahnede yanlışlık bulduk belki biz öyde oturup öydeki vaktimizde yaki sağdaşlar bilen paranlaşıp ulanı hem de oturaşlarımızda nakş etken vaktimizde ama sahnede yan okuşmaydı şu. Rasa. Hem işkimizden birinci qitim sahneye çıkışı mesela doying bulamdı. Yatakta olamdı, yateşede bulamdı özümüz nakş etsak fakat körüp bakmağa ehvaldan bir çıktı da karayma hem de lekin işte meseleler çıkan lekin çok ümit tekini tirişi meyli neticesine kanal mükemmel kıb kayıtıdan yine çok menimce bu doğa. Ben bu şunu işlemek hem de Dilshod ustaz tanlısın. Bugün biz bu sahneye çıkıp özümüzden ki dostumuz bilen birlikte kıvatkan bir güzel işini otur koyduk. Dostluktan ibaret bir güzel hikayelerni otur koyduklar. Hemkarlıktan ibaret bu bir güzel ruhni bana bu sahnimizde namayan kıldılar. Bu şunun özlem en çok netice de oylayman şundak mı? Sizlerge bir gapni rastsam fursatda gıcık. Endi men demoqchi oldum bundan keyingizda yana azroq qitirishib naqshi etishga ovoz chiqarish chiqinlarning hamkorlashmoqligi bayaman dedim-ku pishin bad bo'lmadi. Pishin baddan akkord demaymiz. Chiqinlar tang aytdinglar deymiz. Bir melodiyani. Chikadan bo'ldi-ki, chikadan ishni qilish kerak-da. Sizlar chiqinlar bir odamni ishni qilib qo'ydinglar. Rasmiy aqal. Sening melodiyaring bilan sening melodiyaring o'xshash. Bir melodiya o. Fakat bir oktava ovoz 8 gradus yuqortivellik var. Yani işkedem sahneye çıkandan keyin çoqam işkedemni ishini qilish kerak. Uni cho'qim bir kompozitor sizlar akkordni yezib berish kerak. Yoki bu shunaqaning burungi manbasidan sizlar shu shazay qilishinglar kerak-da. Aning badday akkordni. Cho'qim bu akkord naqsha menimcha mushjatni izlansanglar, ishinglar texmi nadir texmi yaxshi asarlarda texmi tirishib, bundan keyingi rollarni texmi joriy qilsanglar deb qarayman. Kechiringlar. Rahmat. Tanlışınlarga hürmet qilamiz. Dilshod ustaz lavhoy amdi baya degandek keyingi bosqichga kiramay qoldik, lekin bugun sizlarning hikoyanglarni biz esimizda chin saqlab oldik. Shu hikoyanglar bizga hamroh bo'ladi. Tunchi qitim cho'ng sahnega chiqdinglar, bunda qanday savallik bo'lib turishi intayin normal. Men tunchi qitim sahnaga chiqqan vaqtimda so'zimni unutib ketgan, 30 sekund turib qolgan. Sahnada 30 sekund turish degan bek uzun gapchu. O vaqtki men qaragan chaqda sizlar yilimi bir butun naqshni shunda yaxshi aytib berdinglar. Ikkinchi qitim endi mush sahnaga chiqqan vaqtda, wow, yana bir yangi qiyofatdagi texmo natijalik bo'lgan videoni ko'ramiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. 3-faslligimizni ko'rsak bo'lamdi? Bo'ldi. Cho'qim ko'rsaylik ya. Ma'qul. Bu sen. Rahmat sizlarga. Rahmat. Qeysar. Mening oliy maktab hayotim to'liq ahamiyatlik va ma'nilik. Men oilamning yukini azroq bo'lsin yengiltish uchun bir tarafdan o'qib, bir tarafdan sodiq qilaman. Shundaqla do'yindan foydalanib bevosita ko'rsatish qilib, o'zimning sog'lom jihatdagi bilimlarimni to'lashlarga so'zlab beraman. Men bu jarayonda nurg'un tajribaga ega bo'ldim ham ko'p o'sib yetildim. Gerçi her xil kasblar bilan shug'ullanib tursam, usulga, ya'ni o'z kasbim bo'lgan muhabbatim hammadan ustun turibdi. Men bu sahnaning orzularim uchun besilgan bir cho'ng qadam bo'lishini umid qilaman. Turdoshlar cho'ng sahnasi, hammamizning sahnasi.
Salam ustozlar. Men ismim Qaysar. Hozir sen o'shandan usul rejissyorlik kasbida o'qiyapman. Endi bu sahnaga birinchidan usul o'ynab chiqdim. Men o'zim bir iyilik tiklayotgan. Masalan, sizlarning zopininglarni kunda ichib ko'raman. Masalan, qanday qildi, qaysi yo'lni menga shularni hammasi ko'rib bo'lmayman. Shuningga endi men bilan tang qurdoshim shu maktabda o'qiyotgan bolalarga bir ulgu bo'lish birinchidan. Ikkinchidan qarasam bizning maktabning Hoşçakalın bakken, şuna hoş oldum. Qaysar hazır 3-cü yıllık çıkıpsınız. Ondan sonra hazır oynagan şu usulunu özünüz işlediniz mi? Yok, bunu Gaudan kitabını kamışlapagen. Hem de özünüz mü mesela hazır müstakil çoğum usul işleş iktidarıga? Buldu, lekin yanıla men ögünüp adam bolgandan hazır köp kemçilikler buldu. Şu ögünüş basqıçda hazır. Şolaşqa bir mükemmel bolgan sanat eserini sahneye çıqay dep sizdə yaxşı. Ama siz bayağı şu Nasırcan bilan Aynur'unki men dönüşpinlerini, eserlerini ben görmən dediniz. Özünüz mü bu şu cəhətdə bir ilgirləşlərini asıl qıldınızmı? Mesela ben hazır özüm soğuk qalıb 5 yıl oldu mana. Oşuncan mesela muştaq yanıdan Nazım Qızayım onun başı nurgun markalar var. Şu çıqqan marka mesela kim çıxargan bolsa, so'rab berib turib tepep şunu doyunsini ko'rib, qandaq qildi, qaysi yo'l işte. Şuların ögün qayası ögünüp açta men atma. Yaxşı oxuş pulunuz özünüz tepetipsiz hemsə. O albatta bo'ldi. Gen yaxşı hazırkı yaşlar haqiqatan bizga bək nurgun nərslərini öyrətdi cümü. Burun biz faqat həm də oxuyatqan vaxtlarımızda oxuş qılam kirişib, həm də atalarımızın yükünü yeniklətəyli degan nərslərini oylamapdı ikənmiz. Mana siz hazır bir tərəfdən oxuğaş, bir tərəfdən soğuduqğaş özünüzdən oxuş pulunuzdan bütün xəracətlərinizdən şu işlər arqalıq tepib çıxırıb etibsiz. Mana çoğlarmı bək razıdır, sizdən xoşaldı. Bundan çok qanday arzu armanlarınız var usul rejissorluk kasbini bitirgandan keyin. Bitirgandan keyin davomli kasbimni qilaman chunki ham o'zimning tanlagan yo'lim uni ustiga. Bu kasb bek chapali qo'yganlar voz kechkil bo'lmaydigan shu bir yerlardan yurak tortadi. Har qancha necha million pulimiz bo'lsin, lekin shuni bir yoqqa qarab qo'yib, yana o'ynag'iz kelgan, yana sakrag'iz kelgan ashunaq bir kasb. Ot kasbganda. To'g'ri. Shu kasbimni davomli qilaman. Undan boshqa ham hozirmi o'zim iqtisodiyotdan xil o'zim xalq ishlarni qilib bo'ldim. An mandaq bo'lgandan keyin bundan keyin kasb taraf qarab texim ögünüşke texim tirishqa bakiraq kutishi mumkin. Lekin masalan jiboday qilgan davomli vakalash yapmagan yoki pul topib ishlab olsmish qasni qo'ldan bermayman. Yaxshi dars ta'sir etmaydigan-da, Qaysar. Yo'q, ta'sir etmaydi. Yaxshi. Ma'lumlaringizga telefon urib so'rab baqaman jumur rasmiy yag'ammi? Qaysar zodi dars ta'sir yetkizdi-mi deb. Ustozlar qani, Behrigul ma'lum. Bugunchu men hozir pongchoq bir narsa chiqardim shu. Nim deb chiqardingiz desanglar? 与其我做评委，不如说我跟网红学习deb chiqarib qo'ydim. Rasman bugun men网红emas. Doyingni o'ynayolmayman. Abay lavxiga dedim, balam. Aveliq bir qonun o'rgangan qizim apash umoqkan dedi, bizni tonimaydi ekan. Men o'zimcha kinolarni o'ynab, ekranda xeyli xalqmin tonuydi desam, balam tonimidi meni. Hazırkı devir, torgu yüzlengen devirgende, gepning toşkısığı kesek, Qaysar oğlum icadiyet kesbide okuytupsiz, bir gepinizden bek hoş oldum. Kesbimni taşlamayman. İcadiyet usul icadiyetçiliği tolumu bek tez kesip, men bana bir ömür ügünüş kıldım. Mübarek olsun. Kazakçı usulunu yaman çıraylık oyundunuz. Rahmet. Bulup mu ilki mavu doğujen dep atayımızga dersxanda. Şundaq merdana özünüzgüm şundaq sınıptı. En ahıra sumaknim kom urup sundurup ettiniz. Şunçilik jayıga keldi. Muzik bilen şundaq qilip taş keldi. Demek usul asasınızmı şundaq yaxşı eken. Tirişing oğlum. Usulunuz mağa bek yardı. Emde ilki sodu qılıp, kasbni qılıp, ortaq etmeyişqi tirişitipsiz belkim bek jabalıq meyişiniz mümkün. Men burunqi ideyam bolsa, bugündün burunqi ideyam bolsa, balam sodunu qılmang, usulunuzni qiling, rejissorluğunuzni qiling deyishim mümkündi. Emde oturup turuyuqsiz men ideyam özgürüp qaldı. Tang ipmangılımı buldikken, tirişing oğlum. Mübarek olsun. Rahmet malım. Özümüz gerçi bek tanışıp, nim qilib ketmasekmi, lekin ancha-muncha bilishimizda, doyinglarda qo'g'on qilib, paranglashib turamiz. Sodunimi shunchalik yaxshi yapmangdi ekan, kasbinimi nayt yaxshi yapmangdi ekan deb ta'sirlanib tursam, endi men yaqinda bir o'ruqlash jiboni ichibdi. Siz jinozni 3ga bo'libsiz. To'xtamay mush jibojanda ash o'ruqlig'isi bor xonim qizlar, qiz yigitlarni yig'ib jibojanda o'ruqlash harakatlari bilan bekor tarbiyalatdi hozir.
Mana. Ben qaysi gün bir kirib ko'rib baqaychu deb açsam, ha deb bir qizni tillig'i turibdi. O qiz dedi de, men 70 kilo qanday o'ruqlayman deb Qaysar dedi. Hey qiz, numus qilmaymışken deyapsiz. 70 kilo bo'lib ketkish ne dedingiz deb tillig'anti bek kulib chiqdim, lekin rost qoyil bo'ldim. Rost tirishchan, hamda usulingizga gap ketmaydi. So'ngakni bir urg'andingiz, voyjon deb qoldim. Jamikin desam jonki. Pek yaxshi o'rindingiz, sizga yaxshi utuqlar bo'lsin. Bundan keyingi ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Haqiqatan bu tirishchanligidan suyundik. Ba'zi bolalar bor balkim o'qish bitirib, men andashlarni qo'ydim, o'qish bitirgandan keyin buna qo'ydiman deydi. Amaliyotda 9 ni tal qilib ish boshlayman degan shu o'rinlarning bahonasi. Har qanday vaqtda ish boshlasak bo'laverdi. Xuddi Qaysarga o'xshash. Endi meningcha hozirgi Qaysarning oltidan butun mushu mehr bilan, butun aqidasi, muhabbati bilan Mehrgül Ma'lum bilan Nigarni tanlaydigandek qilib turdim. Bu meningki o'yim. Qaysar qanday dedim? Men rost Mehrgül Ma'lumni tanlayman. Agar tanlab qolsa. Chunki ham so'dnim qatma bir boshdan tirishyapman. Lekin baytındadım o kesip yine hamam bir yerlik baksa. Mesela ikisini tepimden koyup kazını talaysa etse yenilam şu kesimi taraf gidip kılışı mümkün. Baytın negaraçaş dep kaldı, uğraklaş dep. Çünkü ben özüm semirip ketken çoğun. 97 kilo çıketken hazır 79 kilo kelmem. Özüm kıp boğandın kiyin, ananın ikinci boğacıp şundan bazı vakitte, yukarı vakitte 5-6 mağım çıkıdı adamlar. En tüyen boğazım şu 7-8 beremen atrap adam bah. Şular bilen tan hareket kılıp bu bir sağlamlık birinci ikinciden özümüzün kendi beden şeklimiz olsun, sağlamlık olsun. Her cihetten paydalık şu. Şununla özəmi xoşalıq tapma, həm şulağım azraq nəb berib şu halat məngətmə. Bək toğru. Dünyadakı barlıq, xatircəmlik, xoşalıq, rahatlıqның asası faqat birli şu sağlamlıq. Yaraysız əmdi tanlışınızdı rəsmi otur qoyun. Mehrgül apay qubul qılsa, mən yeni bir nərsəni öyrəngim var. Ustaz, anlaylı. Hoşup ketdi Nigar. Ben iştikli bir sütte oldu. Mübarek olsun, mübarek olsun. Yaraysız, qani ustazlarınız bilan görüşün. Başqalarının nəticəsini görüşün biz üçün bir uzun hesablandı ekan. Nəticələrdən söyündük. Nurg'a özünün artıqçılığını cari qıldıramayotgan nurg'a adamlar var. Şularga nisbatan ajoyib bir o'zini taraqqiy qildirib texmi, o'zini texmi boshqa tunutish va o'zini qilayotgan kasbini texmi olib ilgiltishga ajoyib yaxshi bir fursat topdi. Menga nisbatan shunday bir fursat deb o'yladim. Shuningga bu sahnaga keldim. Qaysar, tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Endi keyingi mayrimizni taklif qilamiz qarang. Biz birlikdə igilik tikilgan baxtli bir juftlar. O'zaro ko'yinish hamda tirishchanligimiz bilan oilamiz mehr muhabbatga to'ldi. Hamda bu orqali farzandlarimizga yaxshi bir ulgu tiklab berdi. Qisqa film va bevosita ko'rsatishning tez suratda taraqqiy qilishi bizga yaxshi sharoit va fursatlarni hozirlab berdi. Nazim qiz mas'ullarga vakolatchi bo'ldik hamda bevosita ko'rsatib mal setishga yuzlandi. Bular bizning turmushimizda cho'ng o'zgarishlarni hosil qildi. Biz bevosita ko'rsatib mal setishga tayanib taqdirimizni o'zgartdik. Biz ko'pchilikka illiq oilamizdagi ahamiyatli hikoyalarni so'zlab berish uchun bu sahnaga keldik. To'rdoshlar cho'ng sahnasi, hammamizning sahnasi.
geldiniz, hoş geldinizler. Bizning Nazım kız, tordaşlar çoğun sehnimizde sizler bilan yüz görüşkenligimden intayin hoşalman onda bo'lsa, tordaşlarımızga, ko'rmanlarimizga salom olan yo'llab o'tgan bo'lsanglar. Xo'sh, sizdan kelsin. Yaxshimisizlar, ekrandagi barliq ko'rmanlar, naq maydondagi ustozlar, hammalarning ajratinglar xayrli bo'lsin. Men Nazım kız xalqaro soatchilik shirkatining şirket hamkorlashuvchisi ham Qashqar shirkat mas'uli Olimjon ayolim merhaba. İkimizden de bana otluq salam. Qarşalınız. Olimjon merhaba. Ay bek numaronglar shunda umoqqa bek suyumlikka qandaq bu numarni o'ylab qoldinglar Olimjon? Do'yonda yanında tutuşgan vaqtlarimizda tunji bo'lib shu ayol obrazimiz bilan chiqqan. Do'yonda nurg'un do'stlarimiz ham bizningki chiqqan zo'pinglarimizni ko'rib, bizga nurg'un baxtlarni tilagan bo'ldi. Shuning bilan biz o'ylab mushta qilsak nurg'un do'stlarimizga ma'naviy zo'q, kulki, xushalliq, oildimi shunda bir inab o'si bo'ldi ekan-ku deydigan bir huquqimni boshqalarga bera oladiganmiz deb o'ylab turib, davomli mush bo'yicha mangdiq. Bu suyumliklar har qanday vaqtda bir ideyani unutib qolgani yo'q. U bo'lsa-mu mehr muhabbat Nazım kız şirketi albatta cemiyetimizga güzellikni suydigan do'stlarimizga ato qilayotgani isil mahsulot, güzellik bo'lgandan boshqa yana bir muhim tarafi bo'lsa shu mehr muhabbat bo'ldi. Albatta bu qo'llash, hamkorlik degan oildan chiqsa mana mushundaq puxta, ching, mustahkam bo'ladi ekan. Undan boshqalar bulardan ko'rib o'rnak oldig'ini bo'lsa, oiladagi ayollar o'tirsidagi inoqlik, ittifoqlik, mehr muhabbat. Shundaqmi? Mana sizlar o'zaro bir-biringlarning yaxshi ko'rishini, hamkorliginglarni, inoqliginglarni, ittifoqliginglarni sodiq akirdinglar. Shuning bilan natija texmi ko'rinarli bo'ldi, texmi go'zal bo'ldi, shundaqmi? Uning ustiga bu ayol ikki sodi qilsa, sodini birlab maqsaq pek yaxshi bo'ldi ekan-ku. Burun men 10 yosh vaqtimdan boshlab tijorat qilgan. 10-20 yil yaxshi tijorat qildik. Mintaqacha aytgan vaqtda shu necha yillik tijoratimizdanmi, mush 2 yil jarayonidagi tijoratimiz necha yillikni besib tushdi hozir. To'g'ri, ha. Chunki bunda biz ayol qildik. Nega bo'lsak birlik qilganmiz. So'zlikdan birlik qilganmiz, vakolatchilardan birlik yetaklayotganmiz, shirkatning faoliyatlari bo'lsa, nima ishlar bo'lsa birlik qilishganmiz. Ay ba'zicha pul yuraverdik deb zerikib qolamsizlar. Men zerikmadim, siz zerikdingizmi? Men zerikmadim. Bek suyunib ketaman, boya sekndan keyinida merhaba boshda chiqdi-ku, musulga chiqqan vaqtida degan qo'rsam Olimjon degan mush maslik kep degan kulib, ijarab ham deyishali qamabdi. Ba'zida hamdilqi tabiiy mehr muhabbat bilan yasalma mehr muhabbatni bir xil ayriya olamiz hamda biz aqlli bo'lib ketdik. Qo'rsam degan mush 32 tal tishning hammasini chiqarib bir xil xo'shaldan deb o'ydimi shundaq isilmi Olimjon? Ha, merhaba. Ras gap qilan ishlanmaydi. Ras. Ha, uyda mashina har vaqt ko'ynab turdi. Masalan, hamda jibo qilgan chog'da hamda men ko'proq men girimni men qilib chiqqan keyin, shunga uydagi ushaq-tushak ishlarni deymiz. Ishqilib o'z qilolig'idek ishlarni hammani o'z yordamim deb qo'ying. Ishqilib o'z qilolig'idek ishlarni o'z qiladi. To'g'ri. Bilmangan keyin. Har boshqa erkak boshqa deymiz emasmi? Ha. Uning marketinglik mushpalatimi usul tayyorlash bo'lgan Allohda hamda ikkilanbek jabada bundan biz kasbiy usulchi emas. Faqat do'yonda 15 sekundlik, 20 sekundlik filmni yo'llamoq oson bo'lgan bilan ma muzika 3 minut 15 sekundlik muzika. Hadiya iqotudi mana bu qog'ozga chiqasanlar vallah. Hozirgacha iqotidi buni biz oldingi kunisi soat Shinjon vaqti 2 gacha mashq qildik. Soat 6 bilan qopib yana bir mashq qilib chiqib shunchalik chiqdi hamda ustozlarimizning oldida saqat tag'liq qilib qo'ydik buni ansirab. Yaxshi shunda yaxshi tayyorlabsizlar. Biz ajoyib bir zo'q olgandan boshqa mehr muhabbatga erishdik. Usulga ham deyim Mehrgul ma'lum Mehrgul appay bir nim deymiz bo'lmaydi. Shu boshqa bahosini anglab bo'lgandan keyin uniki yana shu bo'day xo o'tkilgu tayliya. Bizningki Jonha millatining ostonlik millatlar san'atining ichida lapar deb bir san'atimiz botdi. Uzun yil bo'ldi bu lapar biroz uzilib qolg'ilimi tudi. Uni izbosarlar yetishib chiqqan bo'lsa-mu, davomli qilib sahnalarda ko'rish fursatiga toz erishamagandik. Men abayslarning o'yinlarini ko'rib, birsi o'zinglarningki korxona alayliginglarni asos qilib turib, mazmun qilib turib, bir zamonaviy lapar ishlabsizlar. Men shu lapar dedim buni. Endi laparmi an'anaviy
xalq orasidagi lapar, an'anaviy uslubdagi lapar, zamonaviy uslubdagi lapar deb ayirish kerak. Dilshod muallim buningga mendan ondanroq baho bera oladi, lekin hamda laparmi usul san'atining bir qismi. Chunki naqshining tekstiga harakat amaliyatimiz orqali naqshining mazmunini yechib beramiz emasmi? Uningga ham aktyorlik aralashgan, ham usul aralashgan, ham naqsh aralashgan. Şunga naqshiga og'zinglarni metirtib tang tushirib aytqininglarmi shundoq maslashdi. Ilqi kasbi lapar artistlardan qilishmidinglar meningcha. Shunday yaxshi. Yana bir tarafdan men mishada o'tirib bir xil hayajonlandim. U endi ilqi mushu korxonchi qiz yigitlarimiz, bolalarimiz bu davrdagi yoshlar san'at vositasi orqali özünün markalarını, mahsulotlarini, qilayotgan ishini mushu san'at orqali ifodalashga yuzlanibdi. Men buningdan baxo'sh bo'ldim. To'g'ri, ha. Baxo'sh bo'ldim. Chunki san'at kasbi men ilqi 9 yoshdan boshlab mush san'at kasbiga qadam bosgan bir ömür usulchilik qilibdiman. Aytmagan bir naqsham qoldi, lekin uyda aytdim. Ben naqshin bak yaxshi aytdim. Jungyin chiqdi. Dilshodchimi mening ovozim. Menga pingtay bo'lmadi naqsh aytadigan. Aktyorlik qildim, mana nurg'un obrazlarni yaratib. Hatto utayji o'ynadim davlat tilida. Lapar o'ynagan men. Chiqib qilib ijodiyat usul ijodiyatlarini qilib baxtim. Ma yaqinda bir maxfiyatchilikni davitay ssenariy yozdim texi. Shuning hammani qilib yiqibdim. Shuningga bu san'at degan bunun meydanı, bunun sahnesi, mushu korxonchi do'stlarimiz, bolalarimiz, yigit qizlarimiz bilan bo'lgan mushu Nazim qiz to'rdoshlar cho'ng sahnesida men rost gapni qilsam baholag'uchi ustoz emas bir o'quvchi bo'ldim. Yamanjiq yangi bilimlarni men o'zimga qabul qildim, tushundim. Jiboday xo deganni tunji qitim anglashimdi, buni bildim ham qig'im kelib ketdi texi. Şunlaşqa şunchalik xursandman. Mayli kasbdikilar bo'lsin, mayli kasb sirtidikilar bo'lsin, mayli korxonaga yuzlanayotgan yosh bolalarimiz bo'lsin, san'at uslubi orqali o'zining korxonasini, qobiliyatini, orzu armonlarini, hatto sodasini, pul topavitini birlashtirib ekan. Bu sahna, yomon yaxshi sahna. Men baxo'sh bo'ldim. Bu laparinglarni lapar deymiz buni. Cho'qim bu ish qandaq ilqi qilib tushmagan narsa emas. Haqiqatan zamonaviy lapar ishlabsizlar. Meningcha shuni davomlashtiringlar. Hatto do'yinda qisqa laparlaringlarni asar qilib o'zinglarning mahsulotinglar bilan birlashib jibo o'tirib gap qilgandan shu lapar uslubi orqali qisqa filmlarni taqtib qandaq shaklda jibo qilib baqsanglar bo'ldiki, bu bir yangi ijodiyat bo'ldi. Meningcha cho'qim qarshilashga erishdi ham so'd alayligini topdi. Tirishinglar. Rahmat, rahmat. Endi jibo dayxo martinglarni ko'ramiz. Qani Yaxshimsizlar do'stlar. Bugungi bizning bevosita tartibimizga kirgan do'stlarimiz qizg'an qarshi olamiz. Biz yuqorida hozir zamonimiz eng moda bo'layotgan nimani tanishtiramiz. Merhaba. Bizningki Nazim qiz markamizdagi yangi yerimizni tanishtiramiz qizlar. Ana lekin bo'lsa to'xtamasdan tezdan qilib beringlar. Olti raqamni jiq-jiq yo'llab beringlar qizlar. Men sizlarga bizningki qaltis bo'lgan mahsulotimizninki ranglarini ko'rsatib qo'ymay qizlar. İçine bir ko'rli. Qizlar ko'ginglar bormi? Masalan qaranglar, mana bizningki yangi yerimizningki ikki xil rangga chiqadi danglar. Abi ranglik bo'lib, mana 9 kataklik chiqadi. Shu ranglari bir-biriga bek mos kelgan. Masalan, shu 9 rangning hammasi bir-biriga peylashgan. Masalan, ishlatgan vaqtinglardami, shu ishlatmaydigan rangi yo'q. Hammasi biz ishlatadigan ranglar, turmushda ishlatamiz yoki to'yga borganda yoki qator chaylar borgan chaqda ishlatsangiz bo'ldi. Ranglar bir-biridan go'zal qizlar. Ana lekin setilishni xohlaydiganlar bo'lsa, mushu past tarafda qo'vuchorimiz bor, qo'vuchorimiz orqali situatsiyalar bo'ldi. Yoki bo'lmasa, shu xotida undidor nomerim bor, undidor qo'shib orqali situatsiyalar bo'ldi qizlar. Ana lekin bo'lsa, menga dengwanjo qilmaganlar bir qator dengwanjo qilinglar. Ana lekin denzan qilib beringlar. Bo'lmasa, kat-kat faoliyatlarni qilib bermay, qilib bergan vaqtimlarda men topolmaysizlar gwanjo qilmasanglar, shunga gwanjo qilinglar qizlar. Nazim qiz demak qizlar. İşləsiniz, ay bulursunuz, satsınız, bay bo'lgan mahsulot.
Qani, Nazım qız. An qaltis. Rahmat. Mana naq maydonda bevosita mol setib chiqarish mahoratinglarni ko'rdik. Rasmiy do'yingda ko'rgandek missiyatga keldik. Endi bu jihatda sizlar pishib ketdinglarda kunda quvvatsizlar. Odatda taxminan qancha odam kiryotdi Jirbojanga? Biznikiga hamda ang tuvan bo'lgan chog'da hozir ossaqlam 1 ming kirdi. Ang yuqorisi 2 mingga chiqmoqda. Shu setish somisi yuqori bo'ldi-da, shu sanga nisbatan loqi. 1-2 ming odamning ichida ang jiq satgan malning ilqi donis qancha doni satgan jidan bizniki shu faoliyat qilgan mezgillarimiz bo'lib qolsa odatda bir qitim Jiboda faqat tushmaydigan chog'da 50-60 ming yuanlik zakas tushadi. 50-60 ming bir qitimlik Jiboda. Bo'ldi ya. Ondan keyin bizniki undan sir Jibo qilish orqali biz vakolat olamiz emasmi? Paç setib olganlar go'chadilar setib oldi. Ondan keyin qo'shib nurg'un ba'zi dukachidagilar bo'ldi jutlarda, melar shiti deganlar, maxsus do'konlari. Ondan keyin shu vakolatchi bo'lib sotadiganlar, to'rda vishan qilib sotadiganlar bo'ldi. Shuni qilib oldin qitimliq shu shirkatningki bir faoliyatida mal setishda hamda 10 kunda 1 million 300 ming yuanlik mal setib, bizning natijamiz hozircha shu. Endi shu sizlarning liderlaringlar bugungi ishbadanglarga oldingi san'at bosqichidagi shundaqla Jirbodagi bosqichidagi mahoratlaringlarga qanday baholan bergan cho'qim xursand bo'layotgan bo'lish mumkin, xo'sh bo'tdi. Qani Nazım qiz oilasidagi har bir vakolatchilarimizni biz qarindishimiz qatorida ko'ramiz-ku, acha. O'zimizning qarindishi, anandikin yaqin do'stimiz, anandikin bular endi bizninki shu yo'lchimiznikizniki o'ng qo'li. Birdan turib sol qo'lim chiqmoqchi. Ham shunchalik endi setishda gap yo'q, bularda gap ketmaydi. Anandan keyin abaytınma programını o'rnabgan. Men ko'rmadim, biz ko'rishgidek bo'lmadik necha kun yaqchi. Shuna bir xil qo'shib ketdim-chi, ichimdan bir xil hayajonlanib, ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Shuna bek qo'shildim. Biz bu yerda bir musobaqada usulda qazanishimiz maqsad u emas. Bizning maqsad bir ko'ngil qilish, bir apyal choy qo'yish, qo'qishash, ammo sakinlik ustozlar bir hurmat bildirish bo'lgan ekan, maqsad yetdik, nihoyatda yaxshi bo'ldi, bek so'yindim men ondan. Ben kichik narsani qistirib qo'ygim keldi. Mush sakindagi mushkaylarning usuli mayli yajib olsun, byoyan shinshirga lapar olsun. Muşunundan mayli oiladagi hamkorlik olsun, sakindagi hamkorlik olsun, xizmatdagi hamkorlik olsun, kasbdagi hamkorlikda mehr muhabbat bo'lsa, bu hamkorlikning naqadar go'zal bo'lganini, buning natijasining texim yaxshi bo'lganini his qildik. Rahmat edi, rahmat. Respekt to'g'ri dedingiz, xosiyatida har qanday hamkorlik, mehr muhabbat, samimiylik shu ishonchning ustiga qurilsa, mana shunday go'zal bo'ldi ekan-da. Ha, rahmat. Endi ustoz tanlash bosqichi keldi ham cho'qim. Bayatdan yoqi bag'an barliq ustozlarga shunda xo'sh bo'ldik, hadiqimiz chiqdi. Shunda xo'sh bo'ldik. Ayolim men deb cho'qim saydan keyin shunday yig'lab ketdi, bilmay ayolim. Shunchalik ta'sirlandi. Sizlarning shu bahoyinglar bizni texnik rag'batlantirdi. Demisimi boya xosiyat edim deganga o'xshash. Bir mehr muhabbat, har qanday narsada mehr muhabbat bo'lsa, mayli oilada bo'lsin, mayli tijoratda bo'lsin, har qanday bir ishda mehr muhabbat bo'lsa, buning kayni haqiqatan go'zal bo'ldi ekan. Mana ashunday bir tipik misollari biz. Bo'lsa mening ham ustozlarni bek tanlag'im bor. Hammasini tanlag'im bor. Anandan keyin bizning ham shu Nazim qizda mana Nazim qizga kirib usulchim bo'lib ketibdi, laparchim bo'lib ketibdi. Oldin qatim biz shu jutrablar tushib faoliyat qilgan vaqtlarda riyosatchilikni beryapti, bizga riyosatchilikni sila qilinglar deb. Hamda hamma ishda shu Nazim qizni yetib menibdi. Demak, Nazim qizda hamma narsa bor ekan. Ya'ni shu davomliq Nasirjon apandim bilan Aynur xonimni tanlaymiz. Rahmat. Tanışınlar. Mübarek olsun. Qani merhamet Alimcan merhaba. Sizlarni qutluklaymiz, tabriklaymiz. Hakikaten bu mehr muhabbet ölmez tema. Her qanday vaqtda bizni ta'sirlantirdig'ini shu mehr muhabbet. Bizning hamda bu arzu armonlarimiz bizning mingishan bo'lsa hamda oilalardagi mehr muhabbatni cho'qim qadrlab, davomli mehr muhabbatlik oilani qurib chiqishingizni uchun ko'nglimizda umid qilamiz.
Sübhi yorup tang atqanda degan bir naqsh batdi, esim keldi. Özüm bulaman. Qo'ylarim yetmagan bo'lsa hech qisi yo'q. Özüm bulaman. Qani analdiqanlar bir